Bugun devzira guruchda osh pishiramiz. Birinchi guruchni issiq suvga ivitib qo'yamiz. Bismillah deb qozonni olovga qo'yamiz. Yog'ni quyamiz. Masalliqlarni oldindan tayyorlab qo'yganman. Bir ketdan hammasini solamiz. Birinchi piyozni solib, yaxshilab qizarguncha qovuramiz. Piyoz qizargandan keyin go'shtni solib, yaxshilab qovuramiz. Ketidan sabzini solib, uni ham yaxshilab qovurib olamiz. Achchiq paprika, zira, tuzlarini solamiz. Yaxshilab qovurib, so'ng suv quyamiz. Behi mavsumi bo'lganligi uchun men behi soldim, chesnok soldim. So'ng past olovda shira tortguncha qaynatamiz. Bu yoqda Oysha qizim o'sha mashhur Xurrem Sulton sevib iste'mol qilgan behi desertini tayyorladi. Ertaga buni retseptini ham joylayman, inshaalloh. Kutib qolinglar. Guruchni yaxshilab yuvib, damlash uchun qozonga solamiz. Guruch suvini yaxshilab tortgandan so'ng 20 minutga past olovga damlab qo'yamiz. Oshimiz dam yedi. Endi tovoqqa suzamiz. Bizda tovoq deydi, Toshkentda lagan deydi. Boshqa viloyatlarda nima deydi yozib ketinglar. Taomlarimiz ibodatlarimizga quvvat bo'lsin. Devzira guruchda siz ham osh tayyorlab ko'ring va menga obuna bo'lishni unutmang.